Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. O'zbekiston Respublikasi Bo'ydoqlar jamiyatining raisi sifatida zombiga o'xshab yurgan barcha bo'ydoqlarni tutib, bo'ydoqlik safidan badarg'a qilishga qasamyod qilganmiz. Shunday ekan, har bitta bo'ydoqni kallasini ikkita, oyog'ini to'rtta qilib sfarkalab, bu safdan qo'rqmay badarg'a qilyapmiz. Ushbu qilingan ishlarimizni video hisobotini kanalga qo'yib boryapmiz. Bemalol kuzatib, bo'ydoqlarga rahm qilmasdan kuzatishingiz mumkin. Ularni biz baribir tutamiz, quvamiz, badarg'a qilamiz. Buning uchun bizda baxt mashinasi yetarli, quvvatimiz ham yetarli. Tak что hushyor bo'lasizlar. Bizga unaqa qolib ketdi, yetib olamiz, iltimos degan gaplar aslo o'tmaydi. Faqat badarg'a va quvg'in. Bu safga qaytmaslikka majbur qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Kuzatib borganlaring uchun ming tashakkurlar aytamiz. Sizlar bilan Akmal Mercedes bo'ldi. Bo'ydoqlar jamiyatining raisi. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. O'zbekiston Respublikasi Bo'ydoqlar jamiyatining raisi sifatida zombiga o'xshab yurgan barcha bo'ydoqlarni tutib, bo'ydoqlik safidan badarg'a qilishga qasamyod qilganmiz. Shunday ekan, har bitta bo'ydoqni kallasini ikkita, oyog'ini to'rtta qilib sfarkalab, bu safdan qo'rqmay badarg'a qilyapmiz. Ushbu qilingan ishlarimizni video hisobotini kanalga qo'yib boryapmiz. Bemalol kuzatib, bo'ydoqlarga rahm qilmasdan kuzatishingiz mumkin. Ularni biz baribir tutamiz, quvamiz, badarg'a qilamiz. Buning uchun bizda baxt mashinasi yetarli, quvvatimiz ham yetarli. Tak что hushyor bo'lasizlar. Bizga unaqa qolib ketdi, yetib olamiz, iltimos degan gaplar aslo Assalomu alaykum. Bugun 1-aprel yolg'onchilar kuni ama men ish qilib kelib olyapman. Bu quvaga keldim. Hozir quvada Allohchilar yo'q, hammasi halol bo'lar-ku. Hozir bitta kelsam 1-aprel hazırlashdik, ketaverayotgan desa nima bo'ladi? Endi o'ylabman. 1-aprel hali hamma bir-birini aldaydi-yu. Kuzatib borlarchi, boraveraychi. Agar 1-aprel quvadan to'yini qo'ygan bo'lsam, aldashmagan bo'lar. Qani, Xudodan. Xudo saqlasin, ha.